Ana til oshqi Quddus Hofiz. Ko'p qirliq tadqiqotchi, tilshunos va yozuvchi Abdul Quddus Hofiz 1951-yili 7-oyning 2-kuni Aqsu viloyatining Kalpin nahiyasida tug'ilgan. Dadisining ismi Hafizaxun Damullam. U 1966-yili to'liq o'rta maktabni bitirgan. 1973-yili oliy maktab imtihonidan yaxshi natija bilan o'tgan. Ammo Xitoylar tarafidan dushmanning bolasi deb qarilib qabul qilinmagan. Bu ahvol uda 3 yil davomlashgan. Shuningdan keyin oliy maktabda o'qish umidi uzilib, o'zligidan o'ginib bilim oshirgan. Bir mezgildan keyin nahiyalik san'at o'mikiga qabul qilinib, muzika va tekst ijodiyatchisi bo'lib ishlagan. Bir yildan keyin nahiyalik suv elektr stansiyasiga yo'tkalgan. Kalpin suyi qis Namrat nahiya edi. Shunga bir qism dehqonlar dehqonchilik ishlari to'xtagan qish oylarida yaqin yurtlarga pul tepish uchun chiqib, jafoliq ishlashga majbur bo'ladi. Quddus Hofiz dastlab bu xil ahvollarni ko'zda tutib o'ynashga boshlagan. U shuningdan keyin tadqiqotini azot va fosforlarning alohidligidan foydalanib, ziroatlarni yo'pirmiqidan o'g'itlash usulini sinab qilishdan boshlamoqchi bo'lgan. U keyin ziroatlarni purkib o'g'itlab, mahsulot oshirish mavzuliq bir dokument tayyorlab, nahiyalik xalq hukumatidan tajriba uskunalari hal qilib berishni talab qilgan. Ammo uning bu talabi e'tiborga ilinmagan. Shuningdan 17 yil o'tgandan keyin Xitoycha Aqsu gazetida azot va fosforning dehqonchilikda qo'llanishining ilmiy afzalliklariga doir maqola e'lon qilingan. Demak, Quddus Hofizning tadqiqotidan 17 yil o'tganda Beijingdagi Xitoy mutaxassislari Aran Quddus Hofiz o'tirg'i qo'ygan nazariyani tadqiq qilib chiqqan. 3 yildan keyin dal Quddus Hofiz o'tirg'i qo'ygan nazariya asosida ishlangan Mollosul ilminti va yo'pirmoq go'hri deganlar bozorga selinib, butun yezi qishloqlarda umumlashtirilgan. Quddus Hofizning har xil sohalardagi tadqiqotlari va she'riy ijodiyati san'at o'mikida ishlayotgan vaqtda boshlangan. U ishlash jarayonida yozgan she'r va maqolalari pat-pat Aqsu gazetida e'lon qilinib turgan. Shunga u Aqsu gazetining kichik muxbiri bo'libmi qolgan. Yillar o'tib 1982-yilga kelganda Quddus Hofiz kichik muxbir jurnalining bir sonida chet el kishi ismlarini to'g'ri tarjima qilayli mavzuliq bir maqola ko'rgan. Bu maqolani inchkilik bilan o'qib chiqqandan keyin bu jihatdagi masalaga hargizmi sal qarashqi bo'lmaydi ekan degan qarashga kelgan. Shuningdan keyin Quddus Hofizning til tadqiqoti boshlangan. Quddus Hofiz til tadqiq qilish va lug'at ishlash jarayonida bir tarafdan til yeziq o'rganish, tadqiq qilish bilan shug'ullansa, yana bir tarafdan Uyg'ur tilining alohidaliklari bilan boshqa tillarni selishtirish tadqiqotini cho'nqurlashtirdi. Vaqtning o'tishi bilan Uyg'ur til yeziqining haqiqatan ifodalash kuchi jihatda boshqa har qanday tillarni besib tushgudek yuksak ortiqchiliklarga ega ekanligini tushunib yetishga boshlaydi. U shuningdan keyin Uyg'ur tilining ilmiy qimmatiga beg'ishlangan 17 betlik "Qaysi til dunyo tili bo'la oladi" nomli maqolasini yozib chiqdi va bu maqolasini elib bir necha gazetxonaga bordi. Ammo ular Xitoy tili dunyo tili bo'la olmayotsa, Uyg'ur tili dunyo tili bo'la oladi degan qanday gap deb e'lon qilishni rad qildi. 1992-yilga kelganda Xitoycha chet el tilshunosligi nomli jurnaldan Kanadaning Quebec shahrida 15-qitimliq xalqaro til tadqiqot qurultiyi chaqirilganligidan xabar topdi. U bu yig'inga berish uchun tirishgan bo'lsa-mu, Xitoyning to'sqinlik qilishi ham iqtisodiy qiyinchilik sababli bora olmaydi. 1995-yilga kelganda yana shu jurnalda Shvetsiyaning Stockholm universitetida 13-qitimliq xalqaro fonetika ilmiy qurultiyi
chaqirildiganligi to'g'risidagi xabarni ko'rib, yana qurultoyga qatnashishga iltimos qiladi. Quddus Hafizning tayyorlagan maqolasining temasi ism nomlar tarjimasi va fonetika edi. Ammo u topgan terginining hammasini izdinish, kitob material setib olish ishlariga qaratgan bo'lg'achqa, og'ir iqtisodiy qiyinchilik ichida edi. U o'ylanib Aqsu viloyatlik radio televiziya idorasidagi tonilgan yozuvchi, axborotchi Ömercan Hasanning yeniga berib, mening bu maqolamni yozishim hargizmi shaxsiy nom shuhrat uchun emas, faqat söyümlük ana tilimizning qadr qimmatini dunyo olimlari oldida jakarlash orqali ana tilimizga shon sharaf keltirish. Shunga biror puli bor mard kishi bo'lsa maqolamni uningga beraman. U kishi yig'inga berib maqolani anglatsa men uchun yetarlik, deydi. Ömercan Hasan Quddus Hafizning so'ziga alohida ahamiyat berdi. U darhol ingravatgan ilmiy haqiqat nomli kitobnoma yozib, gazet orqali e'lon qildi. Shuningdan keyin Quddus Hafizning ahvoli jamiyatga tarqalib, kuchli diqqat qo'zg'aydi va Uyg'ur xalqi ichida Quddus Hafizni qo'llash qizg'inligi borliqqa keladi. Maktab, zavod, kon korxonalardan yezlargacha qo'zg'alib, bir tarafdan xat orqali ilhom madad bersa, yana bir yoqdan iqtisodiy yordamlari bilan hol so'rab kelganlar ko'payishga boshlaydi. Bu vaqtda atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik xalq hukumatining muavin raisi Yusuf Aysa apandim Quddus Hafizni chaqirtib, maxsus yig'in uyushtirib tonishtirdi. Tashqi ishlar ishxonasiga telefon qilib, pasport ishlab berish haqida buyruq berdi. Afsuski bu kunlarda atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik Til-Yiziq komitetidagi bir qism olim professorlar Quddus Hafizga qattiq hasadxo'rlik qilib, biz olim professor turib Beijingdagi bir yig'inga bora olmaymiz-yu, oran to'liq o'tir maktabni bitirgan bir sahrolik qandoqsiga xalqaroliq yig'inga bora oladi deyishgan. Quddus Hafiz oxiri har xil to'salg'ulardan o'tib Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda echiladigan yig'inga bordi. Uning maqolasi B19 maydonga o'rinlashtirilib muhokamaga qo'yildi. Quddus Hafiz yig'in jarayoni to'g'riliq mundoq deydi. Ko'rdim va bildimki, yig'in jarayonida har kim o'z tilining alohidliklari to'g'riliq fikr bayon qilishdi. Uyg'ur tili haqida hech kim eg'iz ochmadi. Ammo yig'in komitetining rahbari Bierin Granstrom apandi maqolamni fonetika ilmiga oid maqolalarni e'lon qiladigan qo'sh oylik ilmiy jurnalda e'lon qiladiganligini aytdi. Quddus Hafiz yig'inga mengishdan burun taklifga binoan Qashqarga ziyoratga borgan, ziyorat jarayonidagi bir so'rinda yozuvchi Aqdam Ömer apandi Quddus Hafizga "Sen hech ish qilmay, mushu do'ppi bilan yig'in sahnasida bir cheliqib o'tsangmi, buyuk ish qilgan bo'lasan. Chunki bu do'ppa bizni dunyo xalqiga tanitadigan bir angushtar" degan. Shuning uchun Quddus Hafiz bu yig'inga do'ppi bilan berib qatnashgan. U yig'in zaliga kirib kelganda nurg'un kishilar uningga hayronlik va qiziqish ichida qaragan. U qisqa dam olish vaqtida atrofidagilarning orasidan "Assalomu alaykum" deb oldiga kelgan kishilar bilan salomlashib ko'rishgan. Quddus Hafiz 1997-yili yozda oxiri vatani, ayoli va bolalaridan ayrilib Turkiyaga kelgan. U shuningdan keyin Istanbulning Zaytinburnu rayoniga o'ltiraqlashib, hayotining oxirigacha yeziqchilik, ijodiyat va tadqiqot bilan shug'ullanib kelgan. Quddus Hafiz qattiq hayot sinoqlari ichida yashapmi ko'p ijodiyatlarni yaratgan bo'lib, uning bir qism kitoblari texcha nashr qilinishini kutib turmoqda. Quddus Hafizning nashr qilingan bir qism kitoblarining tizimligi tovandikicha. 1. Xitoycha, inglizcha, uyg'urcha selishtirma ingliz kishi ismlari log'ati. 2. Xitoycha, ruscha, uyg'urcha selishtirma sovet kishi ismlari log'ati. 3. Muhojiratdagi Uyg'ur farzandlari uchun Uyg'ur tili darsligi. 4. Uyg'ur ma'rifat mash'allari. 5. Alloh taolaning go'zal ism sharifi. 6. Alloh taolaning mo'jizaviy bishoratlari. 7. Qur'oni Karim mazmun ochquchi. 8.
Ana tilim, can tilim. 9. 3 til to'g'risida muhokama. 10. Uyg'ur islom husnixat gulzori. 11. Abdulquddus Hafiz yozmalaridan tanlanmalar. Quddus Hafizning vatandan ayrilib, musofirchilikda o'tgan Turkiyadagi 28 yillik hayoti tanholikda oilasini seg'inish ichida har xil qiyinchiliklar bilan to'lgan hasratlik bir hayot bo'lgan. Bir umr millatining ozodligiga tashna bo'lib kurash qilgan, Uyg'urligini shu qadar so'ygan, mushkullarga bosh egmagan ona til oshiqi Quddus Hafiz İstanbulda o'zi davolanayotgan doktorxonada 12 ayning 27 kuni 74 yoshida vafot bo'lgan. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun.